Sababi kontraktlari biroz betdiki qimmat bo'lgan. Davlatga perevod qilib olib o'tib ketaman. Hozirda boshqa universitetda 100% grant qilib beraman desam o'tmayman. $20,000 menga yosh bo'lishimga qaramay, kichkinaman, hali 7 million so'm oylik qilib bergan. Assalomu alaykum, men ismim Maftuna, men Asakada yashayman. Ro'parasi 1 yil oldin davlat oliygohiga topshirgandim. Undan tashqari QAFga ham ro'yxatdan o'tib qo'yganman. Sababi biroq menga shu universitet yoqqan. Balim yetmay qolgan davlatnikiga va bu universitetga kirib o'qishni juda xohlab qolganman. Sababi kontraktlari biroz betdiki qimmat bo'lgan. Uyimdagilarda shu qanaqa qilib unutganman. Shu 1 yildan keyin sabr qilib tursanglar, to'laversanglar, keyingi yilga davlatga perevod qilib olib o'tib ketaman deb zo'rg'a ko'ndirganman dadamni va ular rozi bo'lishgan. Keyin bu universitetga kirib o'qishni boshladim. Bu universitetda juda ham o'zgacha fikrga ega bo'ldim. Umuman 180 gradusga fikrlarim o'zgarib ketdi. Bu yerda o'qituvchilar samimiy va hamma bu yerda faqat o'quvchilarni podдержка qiladi. Dekan, rektorlarimiz har doim shu talabalar orasida yuradi, xuddi bizdek. Hech qachon haligi qo'rqmaymiz yoki qo'rqmasdan hamma problemamizni borib aytamiz, sразу joyida hal qilib berishadi. Nimaki problema bo'lishidan qat'iy nazar. Telefon nomerlari ham даже menda bor, saqlanib chiqib qo'yganman. Любой vaziyatda men sразу telefon qilaman, hech qachon отказ qilmaydi. Даже men отказ qilishimga ular bitta holatda hamma o'quvchilarda hech qachon odam ajratmaydi. Birinchi o'rinda menga yoqqan tarafi. Undan tashqari menda bir g'oya bo'lgan, universitetimizda shunaqa yosh iqtidorli talabalarni o'zlariga jalb qilishni boshlaganda, shu men ham g'oyam bilan chiqqanman. Ya'ni menda koreys tilidan topik 5 darajam bo'lgan. Shu o'zim tengqur yoki boshqa talabalarni koreys tili bilan rivojlantirsak deganimda, ular ko'rib chiqib, meni podдержка qilishgan. O'zim tengqur talabalar va 11-sinfdagi o'quvchilarda mutlaqo bepul darslarda dars olib boraman, dars beraman va universitetim menga hozirda shu darsda o'tganligim uchun 7 million so'm oylik qilib bergan. Buni eshitib, uyimdagilar juda xursand bo'lgan va o'sha oyligimdan men kontraktlarimni to'layman. Dadam ayniqsa xursand bo'lgan, sababi birinchi o'rinda dadam o'qishimni istamagandi. Buncha kontraktda qanaqa qilib yetkazib beraman deb shu xayol bo'lgan va bu meni ishlarimdan keyin universitetimni berayotgan sharoitlardan keyin ancha xursand bo'lishgan uydagilar ham va o'zim ham. Bundan tashqari yana bir g'oya bilan chiqqanman universitetimga. Hozirda Koreya zavodidan kosmetika, ya'ni yuzga parvarish vositalarini olib kiramiz. Bu g'oyamga, ya'ni Koreyadan kosmetikamizga $20,000 menga yosh bo'lishimga qaramay, kichkinaman, hali endi menimcha adashmasam bitta semestrda hali bitirmagan qiz edim. Shunda menga $20,000 berishgan va o'sha investitsiya kiritib berishgan. Shu g'oyamga hozirda shu ishlarni qilyapmiz. Meni niyatlarim to'g'risi juda ham o'zgarib ketgan. Hozirda boshqa universitetda 100% grant qilib beraman desam o'tmayman. Sababi shuncha sharoit turganda men boshqa universitetga o'tib ketishligim menimcha 100% xato men uchun. Men shunaqa fikrlayman. Universitetimiz juda ham zo'r. Tarix. Uyja. Faqat sh harfimiz, ya'ni s harfimiz shu sanoqli harflar bilan kelgandagina sh deb o'qiladi. Nafaqat bitta menga, boshqa talabalarga ham shunaqa investitsiya kiritishadi, ularni qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerda hamma o'quvchilar ular uchun tengqurmiz, hammamiz tengdek ko'rishadi, o'z farzandidek, farzandidan-da zo'r ko'rishadi, bizni qo'llab-quvvatlashadi. Bugungi abituriyentlarga, hozirgi yoshlarga tavsiya qilardimki, universitetimiz Qo'qon universiteti Andijon filiali eng zo'r tanlov. Umuman adashmaysizlar. Men даже boshqacha tasavvur bilan kirganim, 180 gradusga fikrlarim o'zgarib ketgan va bu yerda juda ham tez o'sasizlar. Har taraflama rivojlana olasizlar. Hamma sizni qo'llab-quvvatlashadi. Ahmadjonov Maftunaga men anatomiya fanidan dars o'taman, leksiyalarini o'tib beraman. Darslarda qanaqa yaxshi o'qiydimi, yaxshi qatnashadimi? Maftuna darslarda yaxshi qatnashadi, davomati yaxshi, qoldirmaydi darslarda, leksiyani juda ham faol ishlatib boradi. 34-gruppada o'qiyotgan bir talabamiz bor. Ahmadjonov Maftuna, shu qizda endi bularni baholarini ko'rib bera olasizmi?
beramiz. Endi yo'q ekan. Endi yo'q ekan. Baholari-chi? Baholarini 5 bahoga yopibdi. 5 baho bo'libdi hammasi. 5 ga topib Demak, o'zlashtirishi yaxshi, ha? o'zlashtirish fursiyasi yaxshi, zo'r. Kelinglar bu imkoniyatdan birgalikda foydalanamiz. Bizning universitetimiz Qo'qon universiteti Andijon filiali eng zo'r tanlov.